O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida Uzbekistan Aquatics Federatsiyasining Toshkent viloyati bo'limi tomonidan suv sporti turlariga oid navbatdagi uchrashuv tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tadbirda O'zbekiston Aquatics Federatsiyasi raisi o'rinbosari, federatsiyaning Toshkent viloyati bo'limi raisi, universitet rektori, Toshkent viloyati sport boshqarmasi boshlig'i, sport maktabi rahbarlari, trenerlar hamda suzish sport turi bilan shug'ullanayotgan talabalar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining suv sport turlarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 382-sonli qarori ijrosini ta'minlash, viloyatdagi mavjud suzish havzalariga malakali murabbiylarni jalb etish, suv sport turlarini aholiga keng targ'ib qilish va bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar hamda dolzarb vazifalar muhokama qilindi. Bu uchrashuvda Toshkent viloyatidagi suzish havzalaridagi bo'sh ish o'rinlari haqida talabalarga ma'lumotlar berildi va bu tashkil etilgan sport orqali shu joylarda seleksiya ishlarini amalga oshirish, iqtidorli sportchilarni tanlab olish, qolaversa bo'ladigan olimpiada o'yinlariga sportchilarni tayyorlash va davlat tomonidan oxirgi 3-4 yilda Toshkent viloyatida zamonaviy suzish havzalari qurilib foydalanishga tushirilgan bo'lsa, ushbu suzish havzalaridan samarali foydalanish maqsadida va o'sha joydagi aholini sog'lom turmush tarzini shakllantirish maqsadida shu joylarda trenerlar, murabbiylar bilan ta'minlab bu ishlarni amalga oshirishni asosiy maqsad qilib belgilab olganmiz. O'zbekiston Jismoniy tarbiya va sport universitetida o'qiyotgan talabamiz mana hozir yig'ilishni o'zida turib Toshkent viloyatidagi shu bo'sh Zangiota tumanidagi bo'sh ish o'rniga suzish havzasiga ishga joylashishga o'zini istagini bildirdi va shu yig'ilishni o'zida sport maktabining rahbari va talaba o'rtasida bu fikr almashilib bu narsani yo'lga qo'yish ham belgilandi. Tadbirda Toshkent viloyatida suzish sportining bugungi holati haqida atroflicha ma'lumot berildi. Ayni paytda viloyat bo'ylab 11 ta sport ta'lim muassasasida 16 ta ochiq va yopiq suzish havzalari faoliyat yuritmoqda. Jumladan Zangiota, Parkent, Yuqori Chirchiq tumanlari hamda Olmaliq, Angren va Chirchiq shaharlari sport maktablarida, shuningdek Toshkent tumanidagi suv sportiga ixtisoslashgan maktabda suzish, suvga sakrash, suv polosi va sinxron suzish yo'nalishlarida mashg'ulotlar olib borilmoqda. Mazkur uchrashuvimizda ko'p yoshlarimiz ish bilan ta'minlandi. Shu yerda o'zi qancha vakansiya borligi, bu simlarda sport maktablarida qancha to'garaklar tashkil etish kerakligi ochiq muloqotda olib borildi. Mazkur uchrashuvimizda suv sport turlariga bolalarni qanday jalb qilish, ularni to'garaklarga qay tarzda jalb qilish va qiziqtirish masalalar ham ko'zda tutildi. Bizning suv sport turimizga 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'ladigan bolalar va qizlar jalb qilinadi. Aynan ularning antropometrik ko'rsatkichlarini hisobga oladigan bo'lsak, bo'ylari uzun, qo'llari, oyoqlari uzun qiz va o'g'il bolalar jalb qilinishi ko'zda tutildi. Ko'p karra O'zbekiston va xalqaro musobaqalar chempioniman hamda sport ustasiman. Kelajakdagi niyatlarim o'zimga o'xshagan sport ustalarini yetishtirib chiqarish. Uchrashuv ayniqsa bitiruvchi talabalar uchun foydali bo'ldi. Sababi tadbir davomida tashkilotchilar tomonidan sport sohasida ish boshlash istagida bo'lgan talabalar uchun ishga joylashish takliflari bildirildi. Talabalar bilan alohida suhbatlar o'tkazilib, ularning qiziqishlari va mutaxassisliklariga qarab viloyatdagi sport maktablariga yo'naltirish bo'yicha amaliy choralar ko'rildi. Uchrashuv yakunida ko'tarilgan masalalarni sifatli va o'z vaqtida bajarish, mutasaddi tashkilotlar o'rtasida kelgusida hamkorlikda ish olib borish, mavjud infratuzilmani yanada yaxshilash va suv sport turlarini yanada ommalashtirish borasida sa'y-harakatlar davom ettirish yuzasidan kelishuvga erishildi.